Alhamdulillah ve salatu vesselam ala Rasulillah. Al-Madkhal ila ilmil mawaris bu kitapninki davamı. Babu enva'il varisin ve adedihim diye gaptikemiz. Mirasxo'rlarning turlari va sani. Miras oladigan varislarning turlari qancha xil bo'ladi desa, turi 3 xil bo'ladi. Birinchi al-irsu bil fard. Ya'ni miras elishning turi 3 xil. Birinchi farz sababin miras olalaydi, ikkinchi ta'sib bilan miras olalaydi, yana ruh tuqqandachilik munosabatidan, ya'ni yiroq ruh tuqqanlar sababidan miras olalaydi. Ya'ni farz degan Alloh taolo Qur'on Karimda Sura Niso'ningki oyatlarida, ya'ni 11-12 oyatda bayon qilib bergan, 176-oyatda bayon qilib bergan kishilardan iborat nasibasini. Bular ijmo holatda yetti turlik bo'ladi. Er ayol, zavjan degan er ayol va onasi va momisi va ona taraf qarindishi, ona taraf qiz qarindishi qatorliqlardan iborat. Bu ashabul furud deb ataladi. Buni cho'qim yodlash kerak. Ikkinchisi al-irsu bit ta'sib, asaba bilan miras elish. Bu deganimiz farziyillari oladigan nisbasini ep bo'lgandan keyin undan keyin qolib qolgan molni elishga eng haqli bo'lgan kishilar. Bunun dalili al-hiqul faraida bi ahliha fama abqathu al-faraidu fali awla rajulin zakar. Awla degani aqrab degan gap. Ya'ni farz egillari Alloh taolo bayon qilib bergan nisbalarini ep bo'lgandan keyin eshib qolgani meyitning urug' tuqqanlari ichidan meyitga eng yaqin bo'lgan er kishi oladi. Buni qaysilar uni tafsili bayon qilamiz. 3-chi rahim urug' tuqqandoshlik munosabati tufaylidan. Ya'ni qandaq chaqda olaydi zavil arhamlar desak, rahim degan shu urug' tuqqandoshlik munosabati bor degan gap. Bular farzigillari bo'lmagan chaqda va asabalan bo'lmagan vaqtida ondan bular yiroq urug' tuqqandoshlik munosabat bo'lsa-mu, bular miras oladi. Mushu 3 xil bo'ldi. Endi erlardan miras oladigan kishilar kim desa, ular 15 turlik bo'ladi va ayollardan miras oladiganlar 10 turlik bo'ldi. Ya'ni bular dadasi va dadasining dadasi. Endi dadasining dadasi degan chaqda ikkilam keltirdim yerda, lekin dadasining dadasi nima bo'la oladi? Onasi va onasining onasi qatorliqlardan iborat.